Hi everyone, welcome to Thai Language Training Center, new concept English video classroom. And today we will learn lesson 41, Penny's Bag. Sağdaşlar yaxshimizlar. Endi bugungi darsimizda 41 dars, shu Penny'ning so'mkasi degan dars o'rganmoqchi. Endi sizlar shu bo'z kitobinglarniki 41 darsni aytib, shu masqadanda kitobinglarni bir ko'rib maqsanglar. Xo'sh, hamsa boshda shu yangi so'zlarni bir o'rganib chiqaylik. Okay, birinchi so'z. Nima so'zga bu? O'qib boqaylik. Nima deb o'qiymiz? Cheese. All right. Baba i degan so'zuq tovush bor ekan, shunami? Shung bu nima? Cheese. All right. Cheese. Xo'sh, ana cheese deganimiz nima? Sanlar pishloq. Pishloq degan nima deymiz? Sanlar cheese. Okay. Cheese. Pishloq. Ana pishloq degan qanday narsa? Ko'ra olmi? Mushlarni deymiz pishloq, cheese. Okay, bu rasmdagi. Masalan, o'qishir podshoning kinosini ko'rgan bo'lsanglar balkim bilishingiz mumkin. Yana chashqaling amroq narsa shunami? Shuni deymiz pishloq, cheese. Okay, cheese. For example, a piece of cheese. Bir parcha pishloq. Misharga piece of deganimiz bir parcha degan gap. A piece of cheese. Okay, and that there are many kinds of cheese. Okay, there are deganimiz bar degan gap. And many kinds of nurg'un xildagi cheese nimalar bor? Pishloqlar bor. Demak, bu yerda ham nurg'un xildagi nimalar bor? Pishloqlar bor. Pishloq deganda cheese dedi, ha? Cheese dedi. Okay, cheese. Andaqda. Mishariki cheese pishloq dedi. Shuni ham miqdor so'zini nima deysanglar? Mishariki nima deysanglar? Piece of. Okay, next one is I like to eat cheese very much. Okay, I like to eat cheese very much. Pishloq yeyishni qanday deysanglar? And I like to eat cheese pishloq. Very much nice. Demak, endi shu yerga cheese deganimiz nima deysanglar? Pishloq. Undan keyin chet elliklar masalan rasm tushganda, surat tushganda mana kulimsirang degan nima deydi? Cheese. Endi ingliz tilida cheese degandan keyin pil bo'lganlik ma'nosi kulimsirang degan gap. Chunki cheese deganda og'zingizga kulimsirganda qishingizga ko'tarilib bir xil biznikini ayt xushal bo'lgan bir kayfiyatimizni, xushal bo'lgan bir chiroy ifodamizni ifodalaydi. Shunga cheese, kishmish deymiz uyg'urchada. Shunga o'xshash cheese. Okay, cheese. All right. Next one is bread. Qaranglar, bread. Okay, very tempting, right? Adamning bek bir xil yegisini keltirdi shunami? Bulka. Bulka degan deymiz, bread deymiz. Endi breadningki endi ayrim miqdor so'zi nima desanglar? Loaf. Okay. Loaf deganimiz shu bulkaningki miqdor so'zi. Masalan, bir parcha bulka yoki bir burda bulka desak, a loaf of bread. Ama o'tirib kelma av deb talaffuz qilinadi. Of demakchi bir burda bulka yoki bir parcha bulka. A loaf of bread. A loaf of bread. So what is on the bread? Okay, hamma qaranglar bu bulkaning ustiga nima ekan bolalar? Nima ekan? What is on the bread? Yeah, sometimes it's chocolate, right? Chocolate degan shokolad, shunami? Okay. And yana bir example qarab baqsaq, the girl is baking bread. Okay, the girl is baking bread. Demakchi, bela qizchaq bulk pishiryapti. Bake deganimiz hamda nima? Sanlar etmek pishirmoq demakchi, mush bulk pishirmoq degan. And then baker da bir gap bor. B A K E R, baker, navay degan gap. Hamda chet ellikniki bulk pishiruvchi degan. Hamda ularniki yemeklik odatda bulk time muhim rol o'ynaydi, shunami? Hamda bizniki non. Okay. Ba'zi chet elliklar Uyghur bread deb qo'yadi. Uygurcha bulka, Uyg'urlarning bulkasi degandek-ku. Demak, hamda bu yerga navay degani baker. Baker deymiz. Baker. Okay, and the bread is very nice. Bulkintan yaxshi, balankan, obdankan, shunami? Xo'sh, keyingisi soap. Okay, soap. O degan tovush, mana soap. Sopun.
Qarab bakın her xil supun var. Hatta tağma kucha'nın supulları var cümle mi ya da? Okay. Görün ama o kucha supulları şuna mı? Ama alır ki zamanı supullar şuna mı? Bunun neyimiz soap. Okay, soap. Soap dediğimiz sopun. Hani bu sopunun bir taht sopun deyimiz bu. İngilizce şu bir tahta degenine a bar deyimiz. Bar bir tahta. A bar of soap. Bir tahta nime sopun. A bar of soap. Bir tahta sopun. Okay. And make soap. Boşça. Sopu yasamak. Mesela I shower with soap. Men with degan bilan yoki shuni ishiltib degan. Demakchi, men shu sopini ishiltib yoki sopim bilan muncha tushdim. Shower degan yuyindim demak shunaqa. Va sopim bilan yuyindim, sopini ishiltib yuyindim degandek, shunami? All right, so this kind of soap is cheap. And the bu xildagi, and the bu turdagi sopin qanday edi? Arzon edi. Cheap. Okay, cheap deganimiz nima? Arzon. This kind of soap is cheap. Okay. Bu xildagi sopin qanday? Arzon. All right, next one is chocolate. Chocolate. Look at this. What is this? Chocolate. Mushulning bo'ldi sanlar. Chocolate. Shokolad. Tushunami? Chocolate. Chokolad deb qo'ysa olmaydi. Chocolate. Buni o'xshashdan nima desa, shu so'pinga o'xshash, bu bir taxta, shundami? Shoning buni miqdori bar of. Nima? Bar of chocolate. Okay, bar of chocolate. Demek bir taxta shokolad. Okay, don't eat chocolate every day. Har kuni qanday qilmang? Shokolad yemang. Yemasiniz qanday qildi sizni samirtib yutadi. So, don't eat chocolate every day. Don't eat chocolate every day. So, you know how much I love chocolate. Sen mening qanchalik shokolad qamroqligimni bilasan bu? You know how much? Qanchalik jiq degan tushunami? How much I love chocolate. Endi majbur sal qiyin ketdi sizlarga. Yezib qo'yinglar. Faqat nima desanlar, unutib qolsanglar hech qisi yo'q. Keyin o'rganamiz. Demak chocolate, chocolate. Bir taxt chocolate, a bar of chocolate. Good. Next one is sugar. Sugar. Good. Sugar, shakar. Shunami? Ma'lumi a pound of sugar. Xo'sh. Endi men yerga pound of. A pound deganimiz inglizchada qadoq degan gap. Bir qadoq. Endi bir qadoq qanchalik pound sanli taxminan 454 gram o'tan. Bu taxminan bir jang atroficha. Demak, ikki qadoq taxminan oldi 1 kilo o'tan. Shunga hamda a pound, mesela pound of sugar deymiz, bizdan keyin bir jang hamda shakar degan gap. Okay, and 2 pounds of boshqa ikki qadoq. Endi bularning ikki qadoq degani hisobda endi shu 1 kilogram o'tan. Okay, what about this? This is a cube sugar. A cube degan kub degan gap bor, endi kub shaklli shakarni deymiz, chaqmoq qanat deymiz-ku buni. Yoki sugar cube desam bo'ladi, yoki cube sugar. Okay, cube sugar. Okay. So do you need any sugar? Siz azroq shakar lazimmi? Especially when you are drinking coffee. Endi shu qahva ichayotganda deymiz-ku. Sizga qahva lazimmi yo qahva ichamsiz? Degandek. So do you like sugar in your milk? Siz sutingizga nima solamsiz? Shakar solamsiz? Demak, milk in somebody. No. Do you want sugar in your milk? Demak, sutingizga shakar qatamsiz degan gap. And do you like sugar in your coffee bo'lsa? Qahvaringizga nima qatamsiz? Shakar qatamsiz desa. Okay, and you know, as we all know, sugar is not good for teeth. Teeth deganimiz tish shunami? Albatta, shakar qanday bizning tishimizga qanday sanli yaxshi emas. Not good for teeth.